Sen badep beşinlar kiydinlar koyma doyum bilen çemberekli cinim kızlar rasmo yağammo elinglarning atkan pulları doklat kılınlar bana ben bir görüp bakay. Yakıbımız çemberek bir çıkırıp aldı it berip çemberek çıkırıp olgan ekan qaytırıp aldım ya. Davalыңlar dostlar yaxshimi? Men Taranchkili Miyasardan hammanglarga o'tib salomlar bo'lsin. Bugungi xonim qizlar bayraminglar ham muborak bo'lsin. Filmim bir kun kechikib qoldi, kechiringlar. Sizlar olmaysizlar, so'g'at degani bizmi oldik. Yo'ldishim qilmish atgan pullarning hammani rasmini tortib, palonchi mandani asab beribdi. To'kinchi mandani asab beribdi deb avatgandim qizlar. Voy oshda avas bo'ladigan qizlar. Mana men olgan so'g'at deb pay taqapti emasmi jinim qizlar. Sıkını bugün kiyip meynat qilib bo'ldim mana bu paypaqlarni. Onda yovsa-yovsalarni etib aka etib bo'lgandan chambirak chiqirib bo'ldimmi deb qaytirib oldiganlarni bilmaydi. Ozroq cho'ng beli qilib olayli, erim to'xtashib berishib olay deganlarni bilmaydi. Haqiqiy ko'ngli bilan mana 3 ko'ylak paypaq bilan ko'nglimizni elevatdi. Shuning bilan bu 3 ko'ylak paypaqning hurmatini biz qopab mana bugun otayin tutun har xillar yangiz qilib saylar bilan qo'rib tomoq atmoqchi bo'lib edik. Yani şu samba kuni kelganda bizning oyda gaz tugab ketdi. Nugin texi qoyoqdi deb chiqirib qo'ysam, g'o'ljini havo haraymi adamni metete deb yezib qo'yibsizlar ekan. To'g'ri apallar havo haraylamas. Ma gazdirmi metete olib qelyotdi. Ey mushta chog'allarda, mushta bayram kunlarda, mush xotinlar dam oladigan chaqda men bir tashqi planetdan kelgan bir odamda vallah men dam olmayman. Men mushta sen boladi qotibmish aylarning ko'nglini olma deb talatamaq etma emasmi? Bunda kunlar gaz tugab ketmiz qanda bo'ladi men uchun. Sayning qoq o'tirib kelganda tugdi bu gaz. Qozon qo'mishi ko'tarib ochiq taloqqa chiqqan. Shunda qilib hammanglar samba o'ynab o'yini tashib bir kun ozodlik chiqib hammanglar bayram o'ynagan chaqlarda men taloqda tamoq atdim. Menga o'xshash samba kuni butun vujudi bilan erlarga sodiq bo'lib taloq chiqmay, do'st yuraklar bilan o'ynamay, uyda tamoq atgan qizlar. Hozir yo'llanglar tamog'anlarni menga bir tasalli beringlar. Ma'lum yoki uyda tamoq atgan sizlar tamoq atdinglarmi? Agar sizlar tamoq atgan bo'lsanglar, atgan tamoqlarni bugun menga yo'llab, Miyasar xotirjam bo'ling, biz sizga o'xshash zayja uyda bo'ldik deb xat yozib qo'ysanglar, ko'nglim amin tepib mari bilan so'g'aq urush qilmayman. Ammo hammanglar o'ynab o'ynagan yeringni avassang, bo'ldi men rostli so'g'aq urushni boshlab o'taman. To'shib turyapman juma hozir qizlar, ha. Shunda qilib choqchaqni qilib oldik do'stlar. Hammalarni bir xo'sh qilib kuldirib qo'yay dedim go'jinim qizlar. So'g'at og'alarga xo'sh bo'lib chambarak chiqiribdi. So'g'at ammag'alar chambaraklarga chiqiramidi? Hech vaqas bo'lmaydi. So'g'at og'anga bir dunyo, so'g'at ammag'anga bir dunyo bo'lmanglar. Ba'zi odamlarning 80 ming yerdan to'kilib turgan bilan baxtli bo'lib ketishini atayin. Ba'zi odamlarning bir chim qaynoq suv ichib intayin baxtli, xo'shal qo'ram, tinch ozod o'tayotganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rgan. Shunlashqa mushu yo'ldish yenidi yo'q. Faqat mu so'g'atlarni topshirib olamay qolgan, iqtisod yor bermay qolgan qizlar hargiz ko'nglingizni yerim qilmanglar. Qitimliq so'g'at sizlarning hargiz baxtinglarni belgilab beraman. Biz xotin xalqning munda bir mijoz bor. Masalan, bir do'stimiz yoki boshqalarimiz so'g'atlarni ilib tayyor qilib bersa, bizga kelgan vaqtda o so'g'atlar bo'lmay qolgan bo'lsa, bo'ldi, u aning butun qilgan yaxshilikni unutib ketilgancha. Shunlashqa do'stlar, bu qitim unda qilmaylik. Masahat, yerim xotin xalqning bayrami bakchiq. Ma ko'nglimizni yerim qilmasak, ma oldimizda yerim bayramlar bo'lib qolar. Men faqat sizlarga falsafa so'zlab tasalli beramayman ekan. Uningdan kuldiraychi qizlar bo'ldi. Faqat ko'nglini yerim qilgan gaplarni qilg'im yo'q. Mening vlogimni ko'rganlar zig'lamanglar. Kulib o'tinglar bo'ldi. Kulki degan odamning umrini uzatadi. Kulki degan ayollarni chiroyli qiladi. Shunda qilib men mana shu tunugun sambada hech narsa chiqib bir yak opamni demadim, o'ynatmadim. Ikki opamning ko'nglini elib olgandan keyin uyda o'tirib tamoq atdim do'stlar. Ne'matimiz deb ballam mifani yaxshi ko'radi deb mifa bilan butun yangi saylarni qurish uchun tayyorlik qilyapmizda. Shuni Qaq yerim yo'lga kelganda jinim balla mushu gaz degan bishnima tugab ketdi. Voy samba, Miyasarning endi o'tamba, xotirjam bo'ling gaz tugab ketsa taloba deb, ma gaz tugab ketib taloq chiqib ketib jinim balla. Kamigan talayda aqling bormi deb
Muşu sen balada talaq chiqmaganni oz deb, uyda gaz tugab ketib talaq chiqib ketganiga kulgim keladi. Tunugun shunchalik chapa tatdim qizlar bir tomoqni aytdimga. Yilim ximiy yug'urib qamapti madanglar. Lag'mayt qamapti madanglar. Opa gaz tugdi qanday qilamiz dedim. Bechar qiynalам jugari talog'i. Men bo'lsam yerda oldimga mensimni yo keynimga mensimni bilamayli qilib turyotimanda to'xtabdi. Magaz azroq chiqayotgan bana do'stim ma u chechak saylarni o'sim silib olay deb, chechak saylarni silib qo'ray desamlam shuni bilan gaz biraqli tugab pak o'zim to'xtadim. Mana ishim tugdim yasar yugura talog'a dedik. So'g'azini bir chetini tutdim jugadim talog'a. Qaynapamlar manda ishlarni qilyapti melada. Yelimi bechar dadan batgan to qo'li aplak volaqli o'tni tutashtirib yamg'odiga yig'yapti shaqirab. Hammalar restoranda o'ynayapsizlar, vaqirab. Men bo'lsam so'g'azlarimni so'rab, daqirab talog'a chiqdim mana. Bir damni ochilmish o'tildirimiz yaxshi. Ey, mush sodigan ketay o'tin debmish. Opam bir so'zigini turgan bo'lsa, mifendim bo'lsa chataq chiqamay turay desam, chataqning cho'ng'ini chiqarib gazni tugatyapman. Endi bu mening xatoliqim emas-ku ballar. Bu mening xatoliqim emas deb o'zimcha halim bo'lsa bo'lgan bir xatolik o'tkazmadim desam, qo'yam diqqat qildinglarmi filmning beshiga? Qo'ldorli qilib bir qo'shiq tuzni mifanga sapilib, yana gap bilan bo'lib ketib yerim qo'shiqni kayni sevitibdi men bu. Kundi batdan bo'latdim degan shaqarab miyasar oldim. Kechachi dadam, opam, men mush mifan yegan bizning oila a'zolarining hammasi mush bir das suv ichib chiqdi. Bechar qiynatam bilan qiynanam talaloq chiqib o't yiqib ketgan uchliq shakarab tabaq edi. Shunda qilib mana bugun mushta holatda biz sambalarni o'tkazib, noit qo'shal qo'ram holatda bir oylik ichida o'tirib, tuzliq tomoqlarni yeb bugunki mush sambani o'tkazib